Ha, pravay bormi? Uchirib haydayapsizlar bez nomerda. Kimsan sen? Ha? Kimsan? Yosh bola O'zbekiston yo'llarida voyaga yetmagan shaxslarning katta tezlikda mashina boshqarishi davom etmoqda. Bu safar Toshkentda 13 yoshli o'smirlar shu ishni qilgani ma'lum bo'ldi. Jurnalist Javohir Sultonov Instagramdagi sahifasida ularning shu xatti-harakatlari aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Unda bolalar bir necha marta turli mashinalar rulida o'tirgani, yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzganini ko'rish mumkin. Shuningdek, videolardan birida bolalar yashaydigan mahalla aholisi ulardan shikoyat qilib, ularning uyiga kelgani ko'rinadi. Ma'lum bo'lishicha, bolalarning otasi farzandlarini tartibga chaqirib qo'yish uchun kelgan mahalladoshlariga qo'pol munosabatda bo'lgan. va qonun hammaga bir xil aka. Bizda prosta bolangiz Qancha qilyapsan sen? Kimsan? Kimsan sen? Ha? Kimsan? Erkak bo'lsa, ayollarni aralashtirmaysan. Musir. Shundaymi? Erkak bo'lsa. Holat yuzasidan poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan videoda ota biror marta farzandlariga mashina kalitini bermaganini ta'kidlagan. Ular faqat bir martagina mashinani so'roqsiz olib chiqib ketib haydaganini bildirgan. Bu ishlarda to'g'risi o'zim aybdorman. Aybimni tan olaman. Bir oylarda bir kun meni ruxsatimsiz, onasining ruxsatsiz kalitini o'g'irlab, mahallamizda minib yurganligini bilib qoldim. Bizga bu ishlarni ko'rsatib bergan kishilar xodimlarga rahmat aytaman. Lekin bundan buyon hech qachon bunaqa ishlarga bularni hattoki uyimda tugul, mahallada mashina minishga ham yo'l qo'ymayman. Ma'lumotlarga ko'ra, bolalarning otasi Nozim Azizov bo'lib, u mamlakatdagi yirik farmatsevt tadbirkorlardan biri hisoblanadi. Kun.uzga ma'lum bo'lishicha, holat yuzasidan bolalarga tarbiya bermaslik va mayda bezorlik moddalari bilan ish qo'zg'atilib, otaga nisbatan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bolalar haydagan mashinalardan biri jarima maydonchasiga qo'yilgan. Manbalarga ko'ra, ular haydagan boshqa mashinalar ham jarima maydoniga qo'yiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkentda 10-sinf o'quvchisi Doniyor Turg'unov BMW mashinasida yo'l patrul xizmati inspektorini urib yuborgan va xodim olgan og'ir tan jarohatlari oqibatida vafot etgandi. O'smirga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olingan.